Sizlarda ham shunaqa qovun tushiradigan sinfdoshlar bormi? Ye? Sinfdoshimiz Madinami? Sherzod tentakka oy. Yerimga. Bor yo'q, bor. Madin? Qanday? Yaxshi yuribsan? Ha, yaxshi. Bular nima qilib yuribsan o'zing? Hech ham o'zgarmabsan, men buni qara. Aytganchanim, Sanjar yaxshimi? Birinchi muhabbating. Sinfdoshim Sherzod. Erim. Assalomu alaykum. Sen Sanjarga tegmadingmi? Men Sanjar bilan turmush qurasizlar deb o'ylardik. Butun maktab sizlar havas qilaydi, bilasizlarmi? Sanjar ikki domlalar ham aytardi, ikkalasi ana shunda turmush qurib, baxtli oila bo'lib ketardi o'ylardi. Ana maktab orqasiga yashirincha ushlashuvlarga esanglar. Bironta tadbir qolmasdi. Qanday vals tushadinglar, vals, voy. Shunaqa romantikni, shunaqalardan ketadinglar. Ana bu 8-mart xotira qadrlashda ham sizlar vals tushadinglar, esanglar. Uni kattaga quloq solmang. Uni o'zi maktabda ham jinni holatiga kirib bor. O'zi maktabga ham ozgina unga yetishmadi. Yaxshi bir oilani buzib qo'ydim-da. To'g'rilamasam bo'lmaydi, o'zim tentakman-da. Men tushuntirasan sana. Menga qara, qanaqa Sanjar yo'q. Bor, nimadir bor. To'tang tushuntirib beraman. Sen nima tushuntirasan? Yo'q, qo'cha. To'tang, qo'cha. Madin sinfdosh. Men sal adashdim, hozir hammasini to'g'rilayman. Ana aytdim-ku. Hech qanaqa Sanjar panjar yo'q. Farruh-da u.